Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilarim. Bugun sizlar bilan gormonlar haqida gaplashmoqchiman. Qaysi gormon nimaga javob beradi? Birinchi aytmoqchi bo'lgan gormonim progesteron gormon. Progesteron gormonimiz onalik gormoni deb ham ataladi. Progesteron o'zidan qoniqish hosil bo'lish gormoni, xotirjamlik gormoni hisoblanadi. Shuning uchun homilador ayollar xotirjam bo'lib qolishadi. Ikkinchi gormonimiz testosteron gormoni. Testosteron ambitsiyalarimizga javob beradi. Ambitsiyalarimiz bo'lmasa biz yuqori maqsad va u maqsadga qarab intilish va erishish bo'lmaydi. Shuning uchun ambitsiyalarimiz bizning yuqori darajadagi cho'qqilarga erishishga yordam beradi. Uchinchi gormonimiz estrogen gormoni. Estrogen gormoni ayollik, namlik gormoni hisoblanadi. Agar estrogenimiz kamayishni boshlasa, qurish belgisi. Bu ayniqsa ayollarda bilinadi. Klimaks yoshida estrogen kamayishi oqibatida ayollik tomonidan qurish boshlanadi. Jinsiy gormonlarimiz progesterondan testosterondan estrogen hosil bo'ladi. Lekin bularning gormonlarning ishlab chiqarishning boshida negizida xolesterin yotadi. Xolesterin 25% oziq-ovqat orqali kiradigan bo'lsa, 75% jigarda ishlab chiqariladi. Shuning uchun jinsiy gormonlarimiz me'yorda, gormonlarimiz garmoniyada bo'lib ishlashini xohlasangiz, xolesterindan emas, uglevoddan qo'rqishingiz darkor. Bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Progesterondan bitta testosteron, estrogen emas, balki stress paytda kerakli paytda ishlab chiqaradigan kortizol gormonimiz ham hosil bo'ladi. Shuning uchun stressda ko'p yurgan, stressga ko'p chalingan ayollarimiz yoki umuman odamlarda progesterondan kortizolga qarab ishlab chiqarish ketish oqibatida jinsiy gormonlarda ishlab chiqarilishi susayadi. Shu natijada stressda yurganlarda jinsiy gormonlar ishlab chiqarish tomonidan o'zgarishlar kelib chiqadi. Agar sizda tushunmagan savol, holatlar bo'ladigan bo'lsa, kommentariylarga yozishingiz mumkin.